Autoimmun kasallik bu hukm emas. Vrachlar nima deydi? Immunitetni bosuvchi dori-darmonlar tayinlashadi, simptomlar bilan kurashish kerak deydi, lekin muammoning ildiziga hech kim qaramaydi. Autoimmun kasalliklar bekorga paydo bo'lmaydi, ular har doim qandaydir sabab tufayli yuzaga keladi. Nima sabab bo'lishi mumkin? Virusli yuklama, ichakning muammolari, vitamin va minerallar yetishmovchiligi, kuchli stress yoki psixoemotsional holatlar. Yechimi bormi deb so'rashadi. Ha, agar siz sabablar bilan ishlasangiz natija bo'ladi. Ichakni qo'llab-quvvatlash, virus yuklamasini kamaytirish, yallig'lanishni bartaraf etish, gormonlar balansi va immun tizimini tiklash. Shuning uchun autoimmun kasalliklar davolanmaydi degan gap bu noto'g'ri. Bu kasalliklar davolanadigan emas, nazorat qilinadigan kasalliklar. Eslab qoling. Autoimmun kasallik bu hukm emas, to'g'ri yondashuv bilan siz to'liq hayot kechirishingiz mumkin. Sizga bu kasallik umrbod qoladi deyishganmi? Aslida autoimmun kasallik bu tanangizning sizga bergan signali. Ichak muammolari, stress, viruslar, defitsitlar, mana shu omillarni to'g'ri his qilsangiz, organizm toza ishlaydi va to'liq hayotga qaytish mumkin. Autoimmun kasallik bu hukm emas. Biz siz uchun yangi hayot boshlashni o'rgatishimiz mumkin. Marhamat, konsultatsiyamga yoziling. Autoimmun kasalliklarni bartaraf etish yo'llarini o'rgataman.